Men omad so'ziga sinonim sifatida tarixga kirsam kerak deb o'ylayman-da. Omad qushlari masalan parkovka qo'yganda, omad meni tepalab olgan, bir emas omad urib ketgan. Qay darajada odam omadli bo'lish kerak? Kursga ham ta'sir o'tkazish uchun-da. Men Rossiyada yurgan paytim pul jo'natsam O'zbekistonga, yedida 5000 rubl jo'natsam 3 tamikini somsa berardi. Hozir men ketdim, sirazi kursam yaxshi tarafga o'ynashni boshlagan. Asa pul jo'natadigan bo'lib davom etyapti-da ketishda. Men siqila olaman-da shuni ko'rib turib. Eng qizig'i biz pul jo'natadigan privilegiyalar ham holagancha cho'tar olib beradi. Pul qachon boradi aytish yo'q, uka, borganda bilasan deb turaveradi. Hozir mana privilegiyalar ham chiqdi. Anzirpay degan privilegiya chiqdi. Hamma sertifikatlari bor ekan. O'zbekistondagi Humo, Uzcard, Visa kartalariga pul tashlasangiz bo'lar ekan Rossiyadan. Xohlasangiz naqd pul holatda tashlaysiz ekan. Eng qizig'i shuni privilegiyani ustunib ketsangiz 400 rubl sizga bonus berar ekan. 400 rubl prosta berar ekan. Biz pul tashlash uchun 400 rubl berardik, hali pul tashlab beradigan odam. Ishonasizlarmi? Men omadliman-da.